qilamiz. O'zingizda nima bo'ldi? Qachon nima qilasiz? Chiqarasizmi yo'qmi yangi muxlislar? Вот я думаю, да. Hozir o'shani o'ylayapman, nima qilsam ekan, qanaqa qilsam ekan. Da, net, ozgina hozir o'zim ishlarim bor. O'shalarda agar vaqt topilsa, наверное, все-таки можно что-то сделать. В принципе, есть в голове идеи, и там в старом компьютере bir-ikkita temalar bor, o'shalarni ko'tarib nimadir qilsam bo'ladi. O'shani o'ylayapman hozir. 100% hali anaqa qilganim yo'q, определенный qachon. Но в планах есть. Aha. Xudo xolasa mana shu ishlarimni qilib olib, o'sha joy hal bo'lsa, bitta yana studiya qurganimdan keyin, chunki bu studiya baribir bizda уже как manda ofisim bo'lib qolganda, menga отдельно ishlash uchun ham studiya kerak. Bitta o'sha studiyani hal qilib olganimizdan keyin men o'sha hammani yig'ishni boshlayman, o'zimizning sostavdagilarni, labeldagilarni. Ancha osonroq bo'ladi, chunki bitta kerak-da baribir. Чтобы 24/7 ishlab turadigan, kimdir kechasi ishlasa, masalan, ikkita zvuk rejissyor bo'ladimi, kimdir ertalab yozilsa, kimdir kechqurun yozilib, чтобы tinmasdan zavodga o'xshab ishlab turadigan sistema qilish kerak-da, чтобы pechasiz qilish uchun. Mani niyatim shu, hozir kontent qilib